Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida giyohvand moddalarni tarqatish holatining oldi olindi. Joriy yilning 24-aprel kuni dolzarb 40 kunlik tezkor profilaksik tadbir doirasida profilaktika katta inspektori katta leytenant Hamroyev Ilyos o'ziga biriktirilgan Kuchlik mahallasi hududida xizmatini olib borayotgan vaqtida dala maydonida shubhali harakatlar sodir qilayotgan shaxsni aniqlaydi. Formadagi xodimni ko'rgan fuqaro esa qochishga tushadi va selofan paketni qamishzorga uloqtirib undan qutulishga urinadi. Ammo inspektorning tezkor va professional harakatlari tufayli u voqea joyida qo'lga olinadi. Hamkasbim leytenant Abdujalilov Muzaffar hamda xolislar ishtirokida o'tkazilgan ko'zdan kechirish jarayonida qo'lga olingan shaxs muqaddam bir necha bor sudlangan. 1975-yilda tug'ilgan shaxsning yonidan o'tkir hidli modda 4 ta o'ram aniqlandi. Olib qo'yilgan moddaning umumiy og'irligi 84 gram tashkil etdi. Surishtiruv jarayonida huquqbuzar shaxs dala maydonida sutga qo'shib qovurganligini, jami og'irligi 84 gram bo'lgan jaroha giyohvand moddasini sotish uchun tayyorlaganligini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan to'plangan hujjatlar material elektron tizimidan ro'yxatdan o'tkazilib, gumonlanuvchidan olingan giyohvand moddalarga ekspertiza tayinlandi. Bugungi kunda profilaktika inspektorlari sutka davomida o'zlariga biriktirilgan hududlarda aholi orasida xizmat olib bormoqda. Ular kriminogen vaziyatdagi o'zgarishlarga birinchi bo'lib munosabat bildirib, jinoyatlarni ular tayyorgarlik bosqichidayoq oldini olishmoqda.